Hop, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan yana Digital. Bugungi videoda biz Minecraft But One Block, ya'ni Minecraft degan bir blokdan ushlashimiz kerak. Va maqsadimiz esa toshli darajaga o'tish edi. Qanunda ketdik. Go. Maroqli tomosha tilayman. Hop, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan yana Digital. Xullas, bugungi videomga xush kelibsizlar. Bugungi qismda Bedrock versiyada va One Block'da o'ynayman. Men xatoyimdan keyin ko'proq challenge'lar olishga qaror qildim. Chunki challenge'lar kamroq vaqt oladi. Keyin Bedrock'da shu narsa ham bor ekan, mishga to'liq o'yinchini anaqasiga o'tmas ekan, просто tak aylanib yurar ekan. Xo'p, xullas, uzoq video olyapman, hech kim oxirigacha ko'rmayapti. Buni ham oxirigacha ko'rmasa kerak. Lekin har holda короче tushundinglar. Orqamda bunaqa legendarniy anaqa bor. Nima desa bo'ladi, yopinchiq bor. Buni Minecraft ochganimda paydo bo'lib qoldi o'zi. Buni u narsa borligini men bilmadim to'g'risi. Hali golemlisi chiroyli bo'ladi. Agar ovoz balandlik qilayotgan bo'lsa aytsanglar, keyingi videolarda to'g'rilaymiz albatta. Hozirgilarcha yo'q. Super chest, diamond, golden pickaxe stick. Oh, thank you. O'zim o'ynaganimda bunaqa narsalar chiqmadi. Buni boqqa. Bridging ishlamas ekan bu yerda. Ishlaydi. Ishlamaydi. Bu narsani hozirda yozayotganim sababi eksperiment, chunki Adobe Premiere Pro programmasini hozirda to'liq o'rganishni boshladim. Ya'ni bu men videolarni edit qiladigan programma. Ya'ni to'liq o'rganishsa ish qilib yaxshi bo'ladi. Nihoyat 9 ta bo'ldi. Xo'p. Meragustrin qilamizmi? Nima deysizlar? Bu videoni nasib qilsa dushanba kuni qo'ysam kerak. O'zi oldingi safargi videoni ham payshanba kuni qo'yishim kerak edi, faqat edit qilinmaganligi uchun qo'yilmadi. Endi nasib qilsa buni dushanba kundan qo'yiladi albatta. Va yana eslatib o'tmoqchiman, videolar bizda ham haftada 2 marta chiqadi, dushanba va payshanba kunlari, chunki hafta ikkosining ham orasida kunlarda farqi 3 kundan. Adashmayotgan bo'lsam, hozir kechasi почти 11 bo'lib qoldi degan. Chalay adashib ketayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, shunaqa videolarda haftada 2 marta chiqadi. Muvozanat bo'lishligi uchun shunaqa qilindi. Zombi spawn bo'ladi endi. Agar obunachimiz ko'payib ketsa, stream ham qilishimiz mumkin. Haftada bir marta bozor kuni. Lekin albatta o'zimiz oldimizdagi maqsadni o'zgartirmaymiz. Mana shu yoz oxirigacha 10 mingta bo'lishimiz kerak. 10 mingta bo'lmasak bo'lmaydi. Yana bunda qanaqa modlar borligini ko'rganim yo'q, ko'rishim kerak. Mana nastroykaga kirasizlarda. Mana bu yerda resource packs degani bor. Active deganda one block, behavior packs ham shunaqa aktivda one block bor ekan. Yana bitta mod o'rnatgandim, yana uni ham ular короче nima desa bo'ladi, reseptini ko'rmabman. Salomat. Reseptini ko'rmasdan ular uy quradigan mod tortdim, ya'ni uyda ham versak desa bo'ladi. Shunaqa mod tortdim, lekin unda ham reseptlarni ko'rmabman, uyda qanaqa yasashdi. Короче, ham atkas hozircha. Uni ham YouTubedan qidiraman, boshqa qilamanmi?
Agar oldingi video yoqqan bo'lsa, mana shu videoni ham kommentda yozib ketinglar. Keyingi qism chiqsinmi yoki chiqmasinmi. Mollarni albatta ko'paytiramiz. Faqat orolni biroz kattaytirish kerak. Mablo kartalar odatda do'stlar bilan o'ynaladi, lekin menda Minecraft o'ynaydigan do'stlarim bor, faqat ularda vaqt yo'q. Короче, xulasda. Agar anavi oldingi videomiz, ya'ni morf videosi 15 ta 10 ta like yig'adigan bo'lsa, keyin yana nechta deylik, mayli noinsobli bo'lmasin. 5 ta komment yig'sin. Yoqmagan bo'lsa aytinglar, nima yoqmaganligiga qarab o'zgartiramiz shuni. Olmasdan qaysi olsak bo'lar ekan. Olmasdan afsuski yetmaydi, shuning uchun buni bu yoqqa qo'yamiz. Va mana bu yerda creeperlar portlamasligi uchun ham qanaqadir mexanizm qo'yish kerak. Qanday qilar edi? Bir blok qoldiramiz. Adashib ketdim. Mayli. Shunaqa bo'lish kerak edi, foydaga ko'ra. Hozir men buni pisht. Mana bu yerga qo'yaman va qoyalarni sindirib olaman. Yo'q, bu yerga qo'ysam noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri ishlagan bo'laman. Hozir bu yerda zombilar spawn bo'lishi mumkin, shuning uchun ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Bu karta yangilik. Oldin Minecraftda Wamblog o'ynagan bo'lsam ham, lekin bu kartada bir necha marta o'ynab turibman. Telefonimda qaytadan paydo bo'lib qoladigan kompyuterga o'tkazib o'ynashni boshladim. Xo'p, mana yerda bir narsa noto'g'ri ko'rsatyapti, to'g'rilash kerak. Bo'ldi, davom etyapti. O'rtacha FPS'imiz 45 ta bo'lyapti ekan. Average FPS 43. O'rtacha FPS 49 ta, bu yoqdagisi 43 ta. Shunday qiladigan bo'lsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Adashmasam to'g'ri ish qilyapman. Molga qamoq. Qochib ketdi. Mayli, davom etamiz. Yo'q, tushib ketma. Hali sut olamiz, oziq-ovqat olamiz. Boshqa olamiz. Kir joyingga. Adashdim. Tavba qildim. Xo'p. Shift bosilganmi? O'zim tushib ketib qolmaymanmi? Ha, yur. Yur. Voh, kirmaysanmi? Emotional damage qilamizmi? Bedrock versiya antiqa ekan. Aka mol. Qayt. Bu yoqqa yurma. Voh.
cheat ishlatyapsan deyishinglar mumkin, lekin busiz o'ynay olmayman men haqiqatdan. Men oralim. Yeah. Mana Bedrockda bitta qobiliyat. Olmay qarab turibdi. Emotional damage. Haligi Homelander'da kim ko'rgan bo'lsa, The Boys'da, ya'ni o'zbekchasi yigitlar bo'ladi. Yo, bolalarmi? Короче, Homelander oldida bitta bola ushlab turgan bo'ladi, keyin odam shunday qaraydi. Короче, ish qilib shunaqa bo'ladi. Yurma shaqqa. Voy, yo'q. Chiqish yo'q. Voy. Ha, onay nima? Qayt orqaga. O'zi yuru. Qayt. Yana Minecraftga asosiy qo'shilgan narsalardan bittasi yoqdi menga. Короче, tuxumlar asosiy yoqqan narsalardan. Minecraftga qanaqadir mexanizmlarni qo'shishadi deb umid qilgan holatda. Oh, bo'ldi. O'ynashda davom etamiz. Qiziq savolda ko'pchilik Minecraft o'yinini detskiy deb o'ylar ekan. Savol, sababi nima? Men masalan bu o'yinni detskiy deb o'ylamagan bo'lardim, chunki shu paytgacha eng ko'p sotilgan o'yinlardan bittasi, ya'ni 2009-yil chiqarilgan. Shundan keyin eng ko'p sotilgan o'yinlardan bittasi. Eng ko'p sotilgan o'yin 2009-yildan beri. Ko'pchilik o'yinlar ham unchalik sotilmagan. Hozircha Minecraft birinchi o'rinda. Lekin agar GTA 6 chiqadigan bo'lsa, u o'yin haqiqatan Minecraftdan ko'p sotilgan o'yin bo'lishi kutilyapti, ammo mashinasi chin g'alati yasaldi. Artefaktni ko'rish kerak. O'shiniki yoqib qoladi, shunga yashadi. Короче, bunaqa MC paklar imkoniyati anaqalarda kattaroq, Java Bedrock versiyada kattaroq, chunki Java versiyada ko'proq burdona tushishini ham alohida qo'shimcha narsalar talab qilinadi. Versiyasi tushishi kerak, modlar tushishi kerak. Bunda modlar o'zi bilan keladi, gruppovoy. Hammasi shuning uchun bu anaqa qulayroq. Bedrock. Shu tarafdan qulay. Boshqa narsani bilmadim, lekin shu narsadan Bedrock versiya qulay. Keyin Minecraftda Java versiyasining logikasiga ko'ra topor qilishdan kuchliroq. Ya'ni topor degan o'zbekcha gapiraylik. Bolta qilishdan kuchliroq, lekin bu yerda qilish haqiqatan kuchli. Topor 5 turonlik, bolta 5 turonlik, qilich 4 ta. Adashdim. Bu 6 turon, bu 7 turon. Xullas, ishqilib bitta ko'p qoni. Yana menga eng yoqqan narsasi Bedrockdagi mana u
vibrant bo'ldi. Minecraft originalida bor, hech qanaqa qo'shilmagan. U original meta bo'ladi, o'zingizlar ham qo'shsanglar bo'ladi. Vibrant visuals. Meta nasrga o'zgartirsanglar bo'ladi. Shadow quality, mana upscaling, resolution, bloom reflections, wall, material clouds, clouds ham haki qo'yib qo'yamiz, ultra qo'yib qo'yamiz buni. O'zgarish bo'lmadi. Qoidaga ko'ra o'zgarish bo'lishi kerak edi. Lekin o'zgarish bo'lmadi, nimagadir. Короче, hozircha faqat orolni kattalashtiramiz. Chunki boshqa ish qilolmaymiz-da. Yana men bitta mod topishim kerak, hech topolmadim. Minecraft lekin chizgan narsam yoki yasagan narsam tiriladi. Yoki chizgan narsam qo'limda bo'ladi. Chizish stoli. Shu mod menga haqiqatan yoqdi, video oladigan mod. Lekin u mod yo'q. Okey, davom etamiz. Yo'q, ish qilib qo'yibman. Nimaga bu qandaydir g'alati ko'rinyapti dedim. Bu yerda ikkita emas, bitta blok bo'lishi kerak edi. O'zimizga mana bu blok kerak. Hayda silji. Hayda silji. Voy onasini. O'ldirib qo'yaman bu molni, o'zi 6 joni bor. Bo'ldi, epladik. Nimaga bu noto'g'ri bo'lyapti deb o'yladim o'zi. Chunki bunchalik uzoq bo'lish kerak emas edi, qoidaga ko'ra bitta blok yetish kerak edi. Silji, molamay o'lgur, silji. Bo'ldi, yedi. Juda qo'rqinchli turar ekan. Mol qochib ketyaptimi deb o'ylabman. Mayli, hozircha qo'ldan kelgancha turpoqni ayamaymiz. Chunki turpoq VIP bu. VIP bo'lib VIP emas. Короче, underground degan bo'lim bor, adashmasam. O'sha bo'lim kelguncha men ko'pgina anaqa qilib olishim kerak. Yer progress qilib olishim kerak. Bitta chang taqalyapman, tavba. Mana shu yaramas molni o'ldirib qo'ymaydi. Afk tursam mana. O, ikkita hayvon bo'ldi. Hozir yana adashmasam super chest chiqish kerak, chunki menimcha bular menda aslahalar yasashim kuchayapti. Buni olamiz. Aychu, ay deydi-yu. Menga bitta bundan kerak, xolos. Xolos. Bitta changa to'g'irlaymiz. Dakasi sindirishda davom etamiz. Toki super chest chiqqunicha. Ishning bitta funksiyasi bor. Menga yoqadi chunki bu yerda hozir 3 ta blok sindiradigan vaqtga yetadi. Undan keyin siz mishkadan qo'lingiz olsangiz ham bu avtomatik sindirib turaveradi. Bu funksiya eng zo'ri, короче.
ko'proq obsidianlar sindirganda ishlatiladi. Qanaqadir uzoq vaqtli progress uzoq bo'ladigan holatlarda shu yaxshi. Shu holat. Chunki uzoq vaqt qilasiz. Uzoq vaqt bosib turasiz, keyin mishka bosadigan joyga yetib keladi. Xo'p. Yana yasaymiz. Bitta sharkat o'g'irlayman, bitta chanka Yeah. Voy. Adashdim. Tavba qildim, boshqa qilmayman. Suv berdi, muz berdi, bu berdi. Короче, endi bizning grif qiladigan paytimiz keldi. Mayli, videomiz hozircha menimcha adashmasam 15 minut bo'ldi. Yo'q, 20 minut bo'ldi. Hozir bu yerlarda qo'yib turib, daraxt ekib afki turaman. Albatta afkini yozib olmayman, chunki afkini yozib olganda foyda yo'q. Yana meni hayron qoldirgan narsa, nimagadir qornim ochmayapti. O'zi kiyim normalda turibdi. Mayli. Kayzoga o'xshamaymiz. Kayzo moblar chiqmasa ham tekshirib yuboradi. Men qornim ochmaganligi uchun tekshiryapman. Moralda o'zi oziq-ovqatdan zarur narsa emas. Ya, bulut yomon yurib qo'yar ekan. Voy, ketdi. Men nima qilmoqchi edim hozir? Menimcha men bunaqa narsa qilmoqchi edim. Bu ham ketdi, tavba. Menga hozircha mana shu orol yetib turadi. Yurdim menimcha. Keyingi qismda albatta journey mapni qo'shib olaman, chunki journey map chizish qiyin bo'lyapti. Hech bo'lmaganda Kairos minimapni qo'shib olish kerak. 5 blok bo'ldim o'zi, juda ko'payib ketmadimi? Bo'ladi. Bu yer hozircha fermaga, ya'ni faqat anaqa fermaga, oziq-ovqat fermaga. Voy, uyat. Yashingizni qarang deydi-yu. Qo'ylar ham o'rgan bo'lsa, menga qiyin bo'ladi. Bitta, ikkita, 3. Pishani o yerdan anaqasiga borib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Demak, bu o'rta blok bo'lsa, bunaqasi necha blok? 7 ta. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9. To'g'ri qo'yibman. 2, 3, 4. Bu 5-blok. Va endi bu
3-chi blok. To'g'ri qildim menimcha 1 2 3 4 kakras. Ular hozir ma'lumot bo'lganligini tushuntiraman. Albatta tushunasizlar. Endi esa men bu daraxt ekib, ikki daraxt ham. Afk o'tiramiz. Mana shu yaltirashni oldin faqat shaderlarda ko'rinardi mana. Endi esa oddiy Minecraftda ham bor. Короче, afk turamiz. Yeah. Afk turashda ham eplayolmadimi? Tavba. Bunchalik uzoq. Nima desa bo'ladi? Anaqa turolmadim. Mayli, nomi shunaqa xullas. Tushundinglarmi? Endi yana davom etib ketaveramiz. Voy, chichib qo'ydim. Dark biome level 2. Oldimmi? Voy, tushmas ekan. Men TZ toshkirga yasab olishim kerak. Qobiliyat toshkirga bilan har xil. Xo'p. Unda qolamizmi? Yo'q, adashma. Bunda bitta kerak bizga. Oy, tavba. Ya tavba, ya salomat. O'zi bildim shu bunaqa paydo bo'lib qolishini, chunki ko'rgan bo'lsanglar ko'rar ekan, ko'r deb o'yladim. Jonli narsa bilan ko'ramiz. Qoch. Ularni olib olish kerak, chunki hozir ko'radigan bo'lsa vardim blok tuzadim, buzmaydim bilmayman. Taborqoni.
qo'ldan kelgancha tezlashtirib o'ldirib yuboramiz. Hech qanday blok sindirmasa bo'ldi, chunki blok sindiradigan bo'lsa biz ahvolimiz ta'minlanadi. Yana fantom chiqmasin. Oz qoldi. Ozgina sabr. Qoidaga ko'ra o'tirgan kerak edi. Tez yasaymiz. Qilich yasaymiz. Nasıl deymiz? Chunki bu versiyada qilich kuchliligi chiqdi. Tezroq temirgacha borib olsak, mashina o'ldirib tezlashtiramiz, chunki videoni tezroq tugatish kerak. Albatta tirganni yurmayapman, uchinchisi yurmayapman. Yangi kursi kashfetildi. Oy. Darahım düştü. O öldü. Urra. Hemen sen joyiga qo'yamiz. Endi boshqa unaqa xavfli narsalar paydo bo'lmaydi degan umidda qilib ayni menimcha bugungi qismimiz shu joyda tugaydi. Bugungi qismimiz shu yerda tugaydi. Hammaga shu yergacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolamiz. Va albatta komment yozib ketinglar iltimos, chunki tezroq va davomiy chiqishi bu sizlarning kommentinglarga va layklarga bog'liq. Aytganimdek, Morf videosini keyingi qismi 15 ta like va 2 ta kommentdan keyin, 5 ta kommentdan keyin buni davom etsa, bu ham shunaqa atrofida bo'lsin, mayli. 20 ta like, 5 ta komment bo'lsin. 20 ta like va 5 ta kommentdan keyin keyingi qismda ko'rishamiz. Hammaga xayr.